Alloh qilgan ibodatlaringni ikki dunyoda boshlaringga soyabon qilsin. Bilib bilmasdan qilgan xatolarimiz ikki muqaddas manzil va makonlarda yo'l qo'ygan kamchiliklarimizni Alloh taolo o'zi kechirsin. Qilgan ibodatlarimizni kamini kamolga yetkazib, ijobat sajda, mustajob duo sohibalari bo'lishlikdi. Alloh o'zi oson qilib bergan bo'lsin. Yana qayta ikki haramda Alloh jamlasin. O'sha paytda xizmatlarni qilishlikda Alloh bizga va ishchi guruhimizga Alloh oson qilib bersin. Xizmatlarimizdan rozimisizlar? Oling asli joyini. Asli joyini olib bering menga. Vaqti bemahal kamchiliklar, hamma joyda bor kamchilik. Lekin sizlar har doim yaxshi ko'rib aytadigan gapim, sizlar Allohning mehmonisizlar. Sizlarda xizmatlaringni qilganimizdan biz mamnunmiz. Rozimisizlar? Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Inshaalloh tez kunlarda yana ikki haramda billa yelkama-yelka ibodat qilishlikni Alloh taolo oson qilib qo'ysin. So'ragan, so'ramagan nimaiki xayriyotlar bo'lsa, Alloh o'zi bersin. Aqlimiz, ilmimiz yetmasdan nimalardandir najot so'ramadik. Alloh o'zi saqlasin. Xayrlisini bersin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ehdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rohim. Hozir hali ketayotganlaring yo'q, ustozlar duo berishadi. Men